Assalomu alaykum hurmatli Forsli Buxoro kanali kuzatuvchilari. Yana bugun yangi darsni boshlash arafasidamiz. Marhamat, matnga qaraymiz. بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا. گفت کمینه آن که مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم دارد و حکما گفته اند برادر که در بند خویش است نه برادر و نه خویش است. همراه اگر شتاب کند همراه تو نیست. دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. چون نبود خویش را دیانت و تقوا قطع رحم بهتر از مودت قربا. یاد دارم که مدعی را این بیت بر قول من اعتراض کرده بود. گفته حق تعالی در کتاب مجید از قطع رحم نهی کرده است و به مودت ذی القربا فرموده و این چه تو گفتی مناقض آن است. گفتم غلط کردی که موافق قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. Endi o'zbek tilidagi tarjimasi bilan tanishamiz. Bu yerda keltiryaptiki, bir donishmanddan haqiqiy birodarlikning fe'l atvori qanday bo'lishi haqida so'raganimda, u aytdiki, kamtar odam deb shunday odamga aytiladiki, o'zining maqsadlaridan ko'ra birodarining maqsadini, manfaatini ustun qo'yadigan odam bo'ladi. Chunki donishmandlar aytishgan, o'zi bilangina ovora bo'lgan kishi senga na birodardir va na qarindoshdir. Hamroh agar shoshib ketsa, u senga hamroh emas. Senga ko'ngil bog'lamaganga sen ham ko'ngil bog'lama. Agar qarindoshda diyonat va taqvo topilmasa, yaqin bo'lganidan ko'ra uzoq bo'lgani afzal. Da'vogar mening bu baytdagi gapimga e'tiroz bildirib aytdiki, Alloh taolo Qur'oni Karimda qarindoshlik iplarini uzmanglar degan. Sening bu gaping Qur'onga zid kelyapti-ku dedi. Shunda men aytdim, xato qilding. Mening bu gapim Qur'onga muvofiq deb Ankabut surasidan bir oyatni o'qib berdi. Auzu billahi shaytonir rojim. Agar ular sening o'zing bilmagan narsani menga shirk keltirishing uchun harakat qilsalar, bas ularga itoat qilma. Oyat edi bu. Oxirgi ikki qatorda Xudoga begona ming qarindosh, Xudoni taniydigan bir begonaga fido degan she'rni keltirganlar. Haqiqiy birodar do'st kim bo'ladi desa, donishmandlar aytibdiki, haqiqiy kamtar do'st odam o'zining manfaatidan ko'ra do'stining manfaatini ustun qo'yadigan kishiga aytiladi deyilibdi. Va bu Qur'onga ham hamohang kelyapti. Va kimiki birodarining yordamida bo'ladigan bo'lsa, albatta hadisda keltirilgandek Alloh taolam unga yordamda bo'ladi. Hammamiz bir-birimizga, aka-uka, do'st birodarlarimizga yordam beradigan bo'lsak, bizning ham ishlarimiz yurishib osonlashadi. Qolgan xulosalaringizni izohlarda kutamiz. Doimo salomat bo'linglar. Xayr.